4-ci qism aloqalashish iqtidori. Avtori Erkin Sidiq. Aloqalashish iqtidori bir odamning nutq, yozma va qo'l ishorati orqali boshqalar bilan o'zaro ideya, fikr va uchur almashtirish iqtidorini ko'rsatadi. Aloqalashish iqtidori g'arb ellarida nihoyatda ko'p ta'kidlanadigan bir iqtidor bo'lib, boshlang'ich va o'rta maktablarmi yosh o'smirlarda bu iqtidorni yetildirishga alohida ahamiyat berdi. Amerikadagi internetga qo'yilgan kasbiy xodimlar to'g'risidagi xizmat e'lonlariga qarasangiz, ularning mutlaq ko'pchiligida nihoyatda kuchli og'zaki va yozma aloqalashish iqtidori degan iboraning borligini bayqaysiz. Kaliforniya shtat universitetidan 29 bor bo'lib, bu maktablarga kirgan bakalavr va magistrlik o'quvchilarining hammasi bir inglizcha maqola yozish imtihonidan o'tmasa, boshqa darslardagi natijasining qanday bo'lishidan qat'iy nazar unvon ololmaydi. Amerikadagi mamlakatlik yerim o'tkazgich shirkatining prezidenti va lideri Gilbert Amelio mundaq deydi: yaxshi aloqalashish iqtidorini yetildirish, unumlik liderlikni amalga oshirishda kam bo'lsa bo'lmaydi. Lider boshqalar bilan bilim va ideya jihatda o'rtaqlasha oladigan bo'lishi, shu orqali boshqalarda jiddiylik va qizg'inlik tuyg'usini paydo qila oladigan bo'lishi kerak. Agar bir lider boshqalarga bir uchurni aniq yetkazib, ularni amaliy ish harakat boshlashga qo'zg'ay olmaydi ekan, undaq bir uchurning bo'lganining hech qanday ahamiyati qolmaydi. Tarbiyalaguchilar bir oddiy narsani murakkablashtirib etadi. Xabarlashguchilar bo'lsa bir murakkab narsani oddiylashtirib berdi. John Maxwell. Aloqalashish iqtidori yolg'iz cho'ng liderlar uchun zarur bo'lib qolmay, odatdagi odamlar uchun intayin muhim. Sizning er-xotinlik turmushingiz, xizmatingiz va kishilik munosabatingizning muvaffaqiyatli bo'lish bo'lmasligi sizning aloqalashish iqtidoringiz bilan zich munosabatlik. Agar kishilar sizning nimani istaydiganligingiz va qaysi yo'nalishga qarab ketayotganligingizni bilolmaydi ekan, ular sizga ergashmaydi. Bir unumlik aloqalashquchi bo'lish uchun tövəndəki 4 haqiqatga amal qiling. Birinchi, uchuringizni oddiylashtiring. Aloqalashish sizning nima deydiganligingizni o'z ichiga olib qolmasdan, sizning uni qanday deydiganligingizni o'z ichiga oladi. Unumlik aloqalashishning ochqichi oddiylikdir. Boshqalarni cho'ng gaplar va murakkab jumlalar bilan ta'sirlantirishga urinmang. Agar siz kishilar bilan haqiqiy munosabat o'rnatmoqchi bo'ladigansiz, uchuringizni oddiy qiling. Bir qatim bir yosh bola bir cho'ng guruh oldida tunji qatim so'zga chiqmoqchi bo'lib, boshlig'idan qanday tayyorlik qilish to'g'risida maslahat so'rabdi ekan, boshlig'i uningga mundaq debdi: "Tingshuvchilarning hammasini o'zingga jalb qiladigan hayajonlik bilan to'lgan so'z beshidan birini yoz. Ondan kishilarni shu zamonla harakatga keltiradigan xulosa va oxirgi so'z qismidan birini yoz. Ondan bu ikki qismni imkon qadar bir-biriga yaqin qo'y. Ya'ni bu ikki qismning o'rtasidagi qismi qancha qisqa bo'lsa, shuncha yaxshi demakchi. Ikkinchi, odamni ko'ring. Unumlik aloqalashquchi zihnini o'zi aloqalashayotgan kishilarga markazlashtirdi. Tanışıqçılarning qandaq odamlar ekanligi haqida bir aniq uchurga ega bo'lmay turib, ular bilan unumlik aloqalashishning mumkin emasligini biladi. Siz boshqalar bilan aloqalashganda, ularning bir shaxsiy yoki bir guruhi bo'lishidan qat'iy nazar, o'zingizdan tuvandagi savollarni so'rang. Mening tanışıqçılarim kimlar? Ularning qandaq savollari bor? Bu nutq orqali qo'lga keltirmoqchi bo'lgan natija qaysilar? Manga berilgan vaqt qanchalik? Yaxshi aloqalashquchi bo'lish uchun tanışıqçılarni eng muhim o'ringa qo'yadigan bo'ling. Ulug' aloqalashquchilar xalqqa ishonganligi uchunla xalqni ularga ishonadi. 3. Haqiqatni namoyon qiling. Ishonchlik bo'lish inovati unumlik aloqalashishning oldingi sharti. O'zingizning ishonchli kishi ekanligingizni boshqalarga bildirishning mundaq ikki yo'li bor. Uning biri o'zingizning so'ziga oldi bilan o'zingiz ishonish. Odatdagi odamlar o'z-o'ziga nisbatan to'lib tashqan ishonchga ega bo'lgandilar, ondan odatdan tashqari darajadagi aloqalashquchilardan bo'la oladi. Yana biri qilgan va'dangizda turish.
Başqalarni əməli iş hərəkətiniz orqali qoyil qilishdan yuqori turadigan ishonchlilik mavjud emas. 4. İnkas istang. Siz başqalar bilan aloqa qilganda barliq aloqa qilishlarning oxirgi maqsadi əməli ish hərəkət ekanligini hargizmi unutilib qolmang. Sizning bir qism uchurlarni başqalarga to'kib berishingiz hargizmi aloqa qilishish bo'lmaydi. Har qatim başqalarga so'zlaganda ular his qiladigan, ular asda tutadigan va ular ish harakat qo'llanadigan biror narsa qoldiring. Siz ashundaq qilishda muvaffaqiyatli bo'la oladigansiz, sizning liderlik iqtidoringiz bir yangi pallaga ko'tariladi. Amerikadagi MVM shirkatining prezidenti Danto McGowan mundaq degan: bir lider ishlarni boshqalar orqali vujudga chiqardi. Şoňa o başqalarını rəğbətləndirə alaydigan, məqsədləndirə alaydigan, yetakləyə alaydigan, başlaya alaydigan və başqalarının gepini anlaya alaydigan qabiliyyətlərə ega bolishi kerak. Bir lider faqat aloqalashish iqtidori orqali o'zining maqsadi bilan yiroqni ko'rarlik ideyasini boshqalarning ishki narsasiga aylantirib, uni shu orqali amalga oshira oladi.